Hurmatli kuzatuvchilar, o'tgan kuni bitta video joyladik. Ko'rgan bo'lsanglar, bir ayolda $2700 firibgarga pul berganini, firibgarligini bilmaganligini, viloyat hokimiyatida ishlayman deb u firibgar o'zini tanishtirganini, tikuv mashina, chaki mashinalari subsidiyaga, ham subsidiyaga uy olib berishlarini o'z tushuntirganda, pul olib yurib, subsidiyaga chaki mashina ham bo'lmagandan keyin, uy ham bo'lmagandan keyin, o'sha aldanganini bilgandan keyin viloyat departamenti, ya'ni iqtisodiy jinoyatlar ishlarga qarshi kurash departamentiga murojaat qilib borgan. Murojaatchining murojaati o'rganilgan, belgilangan tartibda arizasini olib qolingan, tezkor tadbir davomida u firibgar qo'lga olingan. Qo'lga olingandan keyin tergov jarayonidan o'tgan, tergov jarayonlaridan keyin sud tartibida ko'rib chiqilgan, sud tartibida ko'rib chiqilgandan keyin bu ayol o'zi aybdor bo'lib qolyapti-da, ya'ni u firibgar tomonidan aldov yo'li bilan olingan $2700 puli davlatga musodara qilib olish bo'yicha sud qarori chiqaryapti. Bu ish viloyat tartibida ham, viloyatda instansiyalarda ham ko'rib chiqilyapti-da. Shaharda jinoyat ishlari bo'yicha shaharda ko'rilgan ish o'z kuchida qolyapti. Endi savol tug'iladi. Xo'p, u ayolning aytishi bo'yicha tergov davomida 84-moddasi bilan deyapti, men o'zim ko'rib chiqqanim, u opani shu video davomida olayotgan holatimizda aytilyaptiki, kelishuv qilib qo'yilgan deyilyapti. Sudya aytayapti-ekan, sudga ham bitta sudidek deydi, cho'zib bizni vaqtimiz bo'lmay qoldi sud jarayonida qatnashishga. Sen pora bergansan deyapti. Xo'p, pora bergansan deyotgan bo'lsa, 84-modda bilan kelishuv qilib qo'yilgan bo'lsa, nima uchun ayol o'ziga chora ko'rilmadi? Nima uchun iqtisodiy ishlar bo'yicha departamentda, viloyat departamentida ko'rilayotgan bolalar shu holatlarga e'tibor qaratmadi? Nima uchun bu ayolga shu ayol aytishi bo'yicha endi departament xodimlari pulinglarni undirib beraman deb arizasini olib qo'yganda, tushuntirish bermasdan tadbir davomida olinyapti. Ashyoviy dalillar bilan qo'lga olinyapti. Haqiqatda qolgan pulni qismini ber degandan keyin. Savollar juda ko'p. Bunaqada jinoyatchilikka, aynan poraxo'rlik jinoyatlari bo'yicha, yo bo'lmasam firibgarliklar bo'yicha qanday kurashmoqchimiz? Hukumat pozitsiyasi qanaqa o'zi? Hukumat yuqori minbarlardan shunaqa holatlarga duch kelsanglar bizga murojaat qilinglar deb ishonch telefonlarini qo'ysa, fuqarolar bularga ishonib murojaat qilsa, oxirida o'zlari pand yeb qoladigan bo'lsa murojaatchilar, yechimi qanday? Qayergaroq bunaqa kurashmoqchimiz? Shuning uchun bu holat qayta tergov etilishini, bu ayolga pullarni qaytarishini so'rab qolamiz. Bunaqada hech bir fuqaro davlatga bo'layotgan ishonchi susayib bo'ladi. Bu yerdagi jinoyatchilar yana ham o'zidan ruhlanib, mana qo'lingdan nima keldi? 3 yil o'tirgan bo'lsak, 3 yil qamoq jazosi berilgan bo'lsa, 1 yil, 2 yil ichib keldim. Sen pullaring davlatga musodara bo'lib ketdi, qo'lingdan hech narsa kelgani yo'q deb, yana ham ularni haligi ruhlantirib o'tamiz. Yana ham bir haligi motivatsiya berib olishimiz mumkin. Shuning uchun chuqur o'ylagan holatda qayta tergov etilib, qayta sud bo'lishini so'rab qolamiz. Iltimos mas'ullarga yetib borish kerak. Izohlarni o'zingizlar fikringizlarni qoldirishingizni so'raymiz. Rahmat katta hammaga.